Agar tushingizda ko'p qorong'ulik yurganligingizni ko'rsangiz, bu yolg'izlikka qilingan sehrni bildiradi. Ko'pincha unaqa odam hayotda ko'p yolg'izlikni xohlaydi, odam suymaydi va hayotdan tez sovib ketadi. Agar tushingizda qabristonda yurganligingizni ko'rsangiz, shart ko'p tez ko'rsangiz bunaqa tushda, bu o'limga qilingan sehr sepilgan oyog'ingizga. Unaqa odamlar ko'pincha oyoqlari og'riydi, oyoqlar toladi, tez charchab turadi. Agar qabrga yotib olganingizni ko'rsangiz, tez bu qabrga sehr ko'milganligini bildiradi. Agar qabrda o'lganlar ko'p ko'rsa, bu o'lim qora sehrni bildiradi. Agar tushingizda sochi qirqilsa, gohida bu jamolini buzish, xunuk ko'rsatish sehrini bildiradi. Ba'zida bu qarzdan qutulish, shifo kelishligini ham bildiradi. Agar uzun sochini qirqalin ko'rsa, bu yaxshi emas. Bu uzun yo'llari to'silishlik, kesilishligini bildiradi. Ayol kishi uchun bu yomon, erkak uchun ba'zi yaxshilik ham bor bu tushda.